Nimaga ko'pchilik content makerlar Gerab haqida ko'p gapiradi? Gerab o'zi nima? Ko'pchilik Gerabni cheat, soft yoki nimadir balobatlar deb o'ylashi mumkin, lekin hech qachon unaqa emas. Hech qanaqasiga akkauntingiz ban ham bo'lib ketmaydi, boshqa ham bo'lmaydi, chunki Gerab PUBG bilan kollaboratsiya qilgan. Men ham Gerabni bir oylik podpiskasini sotib oldim va rezultatini videoni oxirida aytaman. Bor. Hey, Urorish kerak. Xo'p. Oy jalab. Uchta ketdigan. Ko'r. Ehtimol bor edi. Smoking! Yo'qim bor edi hozir. ketyapti. Watch out! Ana elgida odam ko'rdingizmi? Chala! Rezultat вообще bomba, просто VPN opshatib ko'rish kerak. Oninglar ketkizgan pulinglar umuman emaslar, puliga stoyt VPN ekan. Shu video 1000 ta like qilsa, Gerab nastroykalarini full tutorial qilib beraman. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. 200 ta bo'lishimizga ozgina qoldi.